Assalomu alaykum va rahmatulloh. Asadullo aka, sizni shu sohada ancha yillik tajribangizdan kelib chiqib, ba'zi bir hammani qiziqtirayotgan savollarga javob berishingizni iltimos qilardik. Xo'p, birinchi eng hamma uchun qiziq bo'layotgan savollardan biri Umrani narxlari tushib ketishi, 800-900 dollar bo'lib ketishi yoki qimmatlab ketishi, 1,5 ming-2 ming dollargacha ko'tarilib ketishi. Bu nimani hisobiga qarab o'zgaradi? Shu savolga javob bersangiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hamma bizni kuzatib turganlar, sog' salomatmisizlar. Umra bo'yicha shu ma'lumotlar berib o'tamiz. Narxlarga kelsak, biz bu reyslar charter reys olamiz, blok joy, butun samolyot joylarini olamiz. Misol uchun hozirgi kunda yanvar, fevralda 18, 17, 15-gacha shu narxlarni 1,050 dan sotyapmiz hozir kunda. Tushib ketishi 800, 900, 700 deyishadi. Shu narxlar biz o'zimizni zararimizga sotamiz. Misol biletimiz bor, joyimiz bor. Shunga odam olmasak bo'lmaydi. Shuni hisobiga biz narxlarni tushirib olamiz. Shuni hisobiga narxlar tushib ketadi. Nimaga desangiz, odam olmasak bo'lmaydi. Endi uni ham o'zimiz zararimizga, o'zimizning minusimiz bu. Hop, yana bir masala. Har yili hozir mana birinchi bo'lib yanvar oyini narxlarini aytib o'ting. Yanvar oyiga 2026-yil yanvar oyida umra narxlari qancha va o'sha ekonom, standart, komfort, lyukslar nimasi bilan farq qiladi? Xo'p, ekonom standart o'zi farqi yo'q o'zi aslida olsak. Narxlari shu 1,050 dan boshlanadi. Endi mehmonxonani yaqin uzoqligiga qarab, misol hozir biz standartga kelsak 2,5 kilometr atrofida bo'lyapti. Misol uchun 4-5 ta mehmonxonalarimiz bor. 800 metrligi ham bor, 1,5 kilometrligi ham bor, 2 kilometr, 208ligi ham bor. Bo'shiga qo'yamiz endi. Bizda ob'yom katta. Shu ob'yomimizga qarab, shu qaysi mehmonxona joyi bo'sh bo'lsa, shunga qarab joylaymiz. Shu yanvar oyi 1,050 dan boshlanyapti. Ramazon oyi haqida ma'lumot bering. Ramazon oyiga narxlar nima uchun ko'tariladi? Hamma aytadi, qimmatlab deyiladi. Nimaga qimmatlab? Ramazon oyiga kelsak, Ramazonda bilasiz, umra qilsangiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan haj qilganning savobini beradi. Shunga ko'pchilik butun dunyoda intiladi. O'zbekistondan ham ko'pchilik boradi. Shunda biletlarimiz narxi ko'tarilib qoladi. Shuni hisobiga sal mehmonxona ham oshib qoladi. Mehmonxona sal uzoqroq bo'lib qoladi. Shuni hisobiga biz qo'limizdan kelganicha shu O'zbekistonda hamma borsin deb qo'limizdan kelganicha shu narxlarni chiroyli narx boshlariga shu Ramazonning 1-2 10 kunliklar hozir fevral oyida martsiz, fevral oyi ichi shu 1,050 dan qildik. 14 kunlik, 21 kunlik paketlar ham tayyorladik. Narxlari Ramazon oyi oxiriga qancha, boshiga qancha? Endi oxiriga endi xudo xolisa chiqaramiz. Endi mo'ljalimiz shu 1,5 ming atrofida bo'ladi. Chunki oxirlarning bilet oshib ketadi, mehmonxonalar oshib ketadi. Shunga barcha servislar o'ziga yarasha narxlar ko'tarilgan hisobiga bizga qolsa hamma borgani ma'qul. Shuning chipta bilan shu mehmonxonaning narxi sal ko'tarilib qolgan hisobi shunaqa narx bo'lib ketadi. Bir oylik Ramazon oyi reyslarimiz narxlari chiqmaganmi? 40 kunlik mo'ljal qilyapmiz. Endi xudo xolisa boshidan shu hayit namoz o'qib, hayitdan keyin 2-3 kundan keyin qaytadigan qilyapmiz. Shu 2200 atrofida mo'ljallab turibmiz hozir. Hali narxlarimiz aniq chiqqani yo'q.